oyi ro'za tutyapmiz. Ro'za tutish deganda ko'pchilik ertalabdan kechgacha ovqat yemasdan yurishni tushunadi. Lekin ro'za paytida ertalab qanaqa ovqat yeyish kerak, kechqurun qanaqa ovqat yeyish kerak, qaysi ovqat bir-biri bilan to'g'ri keladi, qaysi ovqat qaysi paytda hazm bo'ladi, qachon suyuqlikni tutish kerak, qachon nimani quyuq ovqatni yeyish kerak, qaysi ovqat issiqlik beradi, qaysi ovqat sovuqlik beradi. Unaqa tushuncha ko'pchilikda yo'q. Mana hozir men tanishlarimni mana bugun nechinchi kun, 8-chi kunimiz ro'za tutayotganimizni bir qanchasi oshqozon og'rib, davleniyasi ko'tarilib, holsizlanib ro'za tutishni to'xtatdi. Mana shu ro'za oyidan keyin qanchadan qancha odamlar больницаga boradi. Yarasi qo'zg'alib ketgan, qanday oshqozoni yaxshi hazm bo'lmagan, ichi dam bo'lgan, qon bosimi oshib ketgan qanchadan qancha odamlar, men vrachman-ku, bilaman. Odamlar poliklinika qatnaydi. Nima uchun? Bilmaydi. O'ziga qanaqa ovqat, mana shu iftorlik paytdami, saharlikdami, qanaqa ovqatlar mumkin emasligini umuman tushuncha yo'q. Men hozir qisqacha qilib, mana bu juda ham katta tema albatta. Qisqacha qilib men saharlikka qanaqa ovqat yeyish mumkinligi haqida gapirib bermoqchiman. Men bilaman juda ham ko'plagan tanishlarim har kuni ertalab osh qilib yeydi. Mana Toshkentning ichida, boshqa oblaslarni bilmadim, Toshkentda qancha joylarda ertalabga osh tayyorlab, ko'p odamlar saharlikdan o'sha yerga borib og'iz yopishadi. Bu to'g'rimi? Noto'g'rimi? Noto'g'ri. Ertalabki ovqat bilan kechqurungi tushlik ovqatning juda ham katta farqi bor. Nima uchun? Nima deganda bizni ovqat qiladigan kuchlar bizning ichkarida, tanamiz ichida emas. Ovqatni hazm qiladigan kuch tanamizdagida bor, lekin bu zapas kuchlar, bu zapas. Boshqa ishlarga mo'ljallangan kuchlar hisobiga ovqat hazm bo'ladi agarda noto'g'ri paytda ovqatlansangiz. Mana ertalabki paytda ovqatlanganda mana bu nimaga e'tibor berish kerak? Biz shunaqa joyda yashaymiz-ku, bu yer yuzida odamlarning, butun jonzotlarning hayotini quyosh ritmi bilan oy ritmi hal qiladi. Siz kechasi uxlagan paytingizda oy sizga ta'sir qildi. Demak, oy sovuqlik berdi-ku. Sovuqlikda butun tanamizdagi modda almanish jarayonlari susayadi. Sovuq paytda, kechqurun yotgan paytda tanada barcha muskullar, ichki organdagi silliq muskullar ham, tashqaridagi tana muskullari ham hammasi bo'shashadi. Kechqurun bizning tanamizda qon oqish tezligi juda ham kam bo'ladi. Sovuqda qon qo'yiladi. Demak, barcha mana shu ishlab ovqat yeganda ishlab chiqaruvchi ovqat yegan paytda sekretsiyani ishlab chiqaradigan hamma ichki oshqozon bezi, jigar, oshqozon osti bez, barcha bezlar sovuqda sekin, juda ham kam miqdorda o'z produksiyasini chiqarish imkoniyatiga ega. Siz ertalab turgan paytda bu nimadan asosan oy yer yuzini boshqarish susayapti. Demak, sovuqlik sekin tanadan ketyapti-dagi, sekin quyosh sekinlik bilan quyosh qushga minyapti. Bu qanaqadir, bu mo'tadil vaqt. Demak, bu paytda siz bizning tanamizda ovqatni asosan kunduz kuni quyosh nuri bilan kelgan quvvat hazm qiladi. Shuning uchun ham biz tushlik paytda qanaqa kuchli ovqat yesak ham hazm qilib yuboramiz. Lekin ertalabki payt bundan juda keskin farq qiladi. Ertalabki paytda mana shu kechasi oy ta'sirida yetiladigan
oziq ovqatlarni iste'mol qilish kerak. Kunduz kuni quyosh ta'sirida pishib yetilgan oziq ovqatlar hazm qilinadi. Demak, kechasida qanaqa ertalabki ovqat qanaqa bo'lishi kerak? Sutli mahsulotlar, asosan sut, qaymoq, sir, tvorog, sariyog' bu eng asosiy ovqatlar bo'lishi kerak ertalab. Keyin ertalabki paytda mana har xil bashoqli guruch, arpa, suli, bug'doy kabi ovqatlar bu ertalabki ovqat emas, chunki ular kunduz kuni quyosh ta'sirida pishib yetiladi. Ertalabki ovqatga mana biz pishino, so'p deydimi, nima deydi o'zbekchasiga? Pishino, keyin grechka, fasol, shunaqa ovqatlar bu ham unda oqsil miqdori ko'pchilik go'sht ye, bunda yog' bor, bunda katta kuch bor, ye, mana shuni ye, buni ye deb o'rgatadi-ku. Mana bu men sanab o'tganlarda oqsil nisbatan ko'proq. Keyin yana siz qanchalik o'zingizni zo'rlab ko'proq ovqat yeyishim kerak, quvvat bo'ladi deb har xil go'shtli ovqat, qozi qarta, osh yeyapsiz-ku ertalab. Siz yeganingiz bizga kuch keldi degan gap emas-ku. Siz u kaloriya, u tashqarida turgan kalorimetr o'lchaydi uni. Sizning tanangizda u kalorimetr ajratib oladigan darajada ko'p kaloriya paydo bo'lmaydi. Birinchidan bu bu ovqatlar, go'shtli ovqatlar, osh nimalari oshqozonda ko'proq vaqt turib 8 soatgacha turadi go'sht. Demak, bu 8 soat davomida siz go'shtdan boshqa osh bilan yeydigan go'shtni e'tiborga olyapman. Undan boshqa non yedingiz, sut ichdingiz, har xil boshqa taomlar yedingiz, kolbasa yedingiz, boshqa tuxum yegandirsiz balki har xil. Demak, ular ayniydi. Go'sht 8 soatdan keyin hazm bo'ladi, ular 2 soatda hazm bo'ldi. Bu barcha ovqat yaxshi tayyor bir holatga kelmagungacha ingichkichakdan qonga o'tmaydi ovqat. Demak, bu ayniydi. Shuning uchun ko'p odamlar mana ro'za tutgandan keyin harakatsiz, to'g'ridan-to'g'ri ishga ketsangiz mayli, jismoniy ishga. Borib o'tirib yozib chizadigan, aqlni ishlatadigan ish bo'lsa, yoki pensioner bo'lib keyin yoqqa harakatlanib birozdan uxlab kunni o'tkazadigan bo'lsangiz, bu qonga so'riladi, siz ro'za paytida zaharlanasiz ko'proq. Tanani qonni qo'yiltirib olasiz, tanaga zahar ko'payadi. Shuning hisobiga lanj bo'lasiz, uyqusirab yurasiz, kuni bilan kuchingiz o'zingizda bo'lmaydi. To'g'ri, azmas vес yo'qotishingiz mumkin, vazn yo'qotishingiz mumkin. To'g'ri, sal yengilroq bo'lishi mumkin, lekin ro'zadan keladigan foyda sizga unchalik katta bo'lmaydi bu paytda. Keyin ovqatlanayotgan paytda yana nimaga e'tibor berishingiz kerak? Bu suyuqlik bilan ovqatning nimasi? Suv bu ovqat, choy tem bo'ldi ovqat. Kofe umuman keraksiz ovqat. Choy, kofeler bu tanaga katta tonus beradi. Ertalab kerak emas birdan unaqa tonus. Shuning uchun yana albatta bizning odamlar buni juda ham tushuntirish qiyin, amal qilmasligingizni bilaman, lekin biroz tabib sifatida shunaqa nima qilganlarki, ertalab qaynab soviyotgan suv ichish kerak. Suvning temperaturasi ham tana temperaturasidan 12-14 gradus bilan, masalan 36 bo'lsa 48-50 gradusda temperatura choy, qaynab sovigan suv ana shular to'g'ri keladi. Keyin siz ichgan suv siz oshqozoningizdan 1,5-2 minut ichida ichakka o'tib ketadi. Demak, mana bu ichakda bu sovurishga 15 minutcha vaqt ketadi. Demak, hali tana to'qimasga aylanmaydi. Shunchaki ichakni kerakli miqdorda suv ichakdan qonga, to'qimalarga o'ta boshlaydi. Demak, suv ichgandan keyin yoki choy ichgandan keyin 15 minutlardan keyin ovqatlana boshlasangiz, u to'g'ri hisoblanadi. Ertalab albatta
yana nima mana ho'l mevalar juda ham yaxshi, lekin ertalab mana bu hozirgi paytda mana qish martda tutyapmiz-ku. Bu paytda sizga mana sveji mana endigan pishib yetilgan pomidormi, bodringmi, nima yoki mana o'rikmi yoki shaftoli shunaqalar ham qulupnaymi, ular sizga to'g'ri kelmaydi. Qishki paytda odam tanasi ham uyquda, daraxtlar uxlayapti, tomirlar uxlayapti. Bizning tanamiz hozir qishki ritmda endi chiqib kelyapti. Shuning uchun nima siz quruq meva, mana o'rik nimasi, turshak, shaftoli, nokniki, olma, xurmo, ana shu taomlar bilan ovqat oziqlanishingiz kerak. Sizga mana yozda o'sib pishib yetiladigan meva qishda yeyilmaydi. Bu tanaga katta nagruzka berishi mumkin. Endi bu vaqtda juda ham ko'p gapirish mumkin albatta. Menimcha hozir mana shu nonni ham ertalabki paytda bu bug'doydan bo'lgan. Ertalabki paytda juda ham kam iloji boricha iste'mol qilish kerak. Ayniqsa yoshi katta, harakatsiz, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan odamlar. Ertalabki paytda mana mayiz, yong'oq, bodom, pista kabi urug'li mevalar, ularda juda ham katta qudrat bor. Mana kichkinagina mana yong'oqdan ko'ryapsiz-ku, qanaqa daraxtlar o'sib, tonna meva beradigan kuchni Alloh taolo unga jamlab qo'ygan. Shuning uchun ham agarda to'yimli ovqat bo'lsin desa, deb nima qilsangiz, mana shu urug'li mevalardan yetilib ko'proq iste'mol qilishga bo'ladi. Endi ko'p qila olmaydi, tana nima qilgungacha-da. Har qanday odam mana shu ro'za oyidan foydalanib, mana shu ovqatni doriga aylantirsa, har qanday kasallikda 3 xil dori bor. Havo, ovqat va fikr. Mana shularni doriga aylantirgan odam har qanday og'ir kasalliklardan qutuladi va tanasida immunitet juda ham katta bo'lib, ancha-muncha kasalliklarga nima qilib berilmaydi. Mana bu vaqtda juda ham ko'p gapirish mumkin. Menimcha mana shu aytganlarga amal qilsangiz ham bu juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishasiz. Men sizga sog'lik, salomatlik tilayman.